Uchqo'rg'on tumaniga ochilayotgan Meta English School Rayhon kafesi yonida eski oromgoh o'rnida qurilgan binoning 2-qavatida joylashgan. O'quv markaziga kirishda sizni minimalizm dizayniga asoslangan premium muhit kutib oladi. Zinadan yuqoriga chiqishingiz bilan sizni shu ko'rib turgan zamonaviy kutish zali qarshingizdan chiqadi. Bu yerda o'quvchilar darslari boshlangunicha o'zlari uchun qiziq bo'lgan kitoblarimizni bemalol o'qib o'tirishlari mumkin. Binoyimizning bu tomoniga o'tadigan bo'lsangiz, sizni coin zonasi kutib oladi. Bu esa o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish uchun yo'lga qo'yilgan tizim. Farzandingiz biz bergan vazifalarni va topshiriqlarni bajarib, dars jarayonida faol qatnashsa, o'qituvchi tomonidan o'quv markaz ichki pul birligi beriladi, ya'ni coin. Bu coin orqali farzandingiz ko'rib turgan o'quv qurollar, aksessuarlar, turli xil yeguliklar va sport to'plarini olishlari mumkin. Bu tomonda esa ayollar va erkaklar uchun alohida xonalarimiz mavjud bo'lib, ko'p o'quv markazlarida bunday xonalar bo'lmagani sababli ushbu xonalarni ham qo'shganmiz. Bundan keyin sizni Uchqo'rg'on o'quv markazlarida yagona bo'lgan kofe zona hamda telefonsiz hudud kutib oladi. Kofelarimiz mutlaqo bepul. O'quvchilar o'quv markaziga kelganida telefonlarini sifat nazoratchisiga topshirishadi va sifat nazoratchisi o'quvchi qo'liga maxsus brelok beradi. Telefonsiz hudud qilishimizning asosiy sababi bizda o'qiyotgan o'quvchilarning fikr-xayoli buzilmasligi va telefondan foydalanishni tartibga solish uchun yo'lga qo'yilgan tizim. Koridorimizning o'ng tomonida shinam xonalarimiz daryo bo'yiga qaragan bo'ladi. Ya'ni toza havo va chiroyli atmosferadagi premium xonalarimiz mavjud. Kunlar isigan paytda esa daryo suvidan foydalaniladi. Kitoblarimiz bolalar yoshiga moslangan bo'lib, barcha grammatik mavzular o'zbek tiliga tarjima qilingan. Bu orqali farzandingiz mavzularning mohiyatini yaxshi o'zlashtira oladi. Koridorimizning o'ng tomonida 4 ta xona mavjud. Bu xonalarning har birining sig'imi bir vaqtning o'zida 20 ta o'quvchini o'z ichiga oladi. Koridorimiz oxirida o'qituvchilar xonasi joylashgan. Bu tomonda esa psixolog xonasi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda o'quvchilarning aqliy yoshi va jismoniy yoshi aniqlanadi. Va bu orqali farzandlaringiz so'zlarni bir urinishda yodlaydigan darajaga chiqadi. O'quv markazimizning bu tomonida administrator zonamiz, bu tomonida esa coworking zonamiz joylashgan. Coworking xonamiz bir vaqtning o'zida 30 ta o'quvchiga xizmat ko'rsata oladi. Mavzularni tushunmagan o'quvchilarimiz bilan support teacherlarimiz alohida shug'ullanishadi. Va bundan tashqari bu yerning atmosferasi siz o'ylagandan anchagina chiroyliroq. O'quv markazimiz va tizimlarimiz bilan tanishib chiqdingiz. Meta jamoasi sizlarga bilim berishdan hech qachon charchamaydi. Meta English School'da barchangizni kutib qolamiz.